Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağacıyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağı 2023 yıl 4. ayının 2. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetin esak pulga qaraydigan yıllar dedik ki, tünün xabarıdır. Hazır Tayvan'dan savdogarları Cungo'dan umumiyüzlük çekinip çıktı. Bundaq etseniz 1980 yıllarda Cungo'da islahat, HVT siyasi yol koyulgandan keyin tünce Türkümde birinci bulup Cungo'nun bazıra kirip kelgen devlet yani şu Tayvan idi. Hazır qaraganda Tayvan Cungo'dan çekinip çıktı. Bütün savdogarlar umumiyüzlük çekinip çıktı degeningizde Cungo iqtisadidan qaysi hala kelip qalganligini görüp alalaysiz vatandaşım. Ondan ki yana bu meselede nima deseniz tünügünlerden keliyotgan haberlerde içinişlik tarafı şu ki adamlar işsiz, iş yok. Bu işsizlik hazır bütün memleket, Cungo memleketinin bütün joylariga tarqalgan. İşsiz qalgan adamlar işsiz kalıp turalgı öy yok. Kövrük aslında yol boydu yetip uflap kalsa görüne. Bunun Cungo hükümeti bir kecha uflap kopşuğa bulanın 5 yuvendim pul. Talep kılıp ulanı üstü kıyınlaştırıp durmuşunu. Bundan azı Cungo iktisadının nemikelliğini görüp alırsınız vatandaş. Bugün sizge sözleydiğin leksiya yani şununla münasebetlik mesela 5. ayda Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb taraqqiy topgan 7 davlat yig'ini. Hozir Nagasaki yoki Hiroshima ikkisidan biri Yaponiyada ochiladi. Yaponiya buning sohibxon davlat bo'ladi. Mushu oraliqda da Amerika Qo'shma Shtatlari mushu davlatlarning maslahatlashish yig'inidami o'tirib qo'ygan fikrni birlashib harakat qilish. Fakat 7 devlet yig'inida tamasha iqtisoddan Cungo'ga iqtisodiy tadbir bilan taqabul turishdan boshlanganday qildi vatandash. Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari 7 davlat guruhini birlashma harakat qilish chaqiriq qilib, Beijingni 7 oylab bir kas oylab işgal dedi ve tehdit saldı. Mavzuluq maqala 4. ayının 2. günü büyük irator biti ilan qilindi. Xabar bundaq başlar. Amerika del hazır 7 devlet guruhining bu 7 devlet guruhiga a'zo devletlarga Beijingning iqtisodiy popuzi shiltishiga qaratilgan birleşme hareketini ilgari sürüşke başladı. Amerika 7 devlet guruhi hizmet yığınında Cungo'nun iqtisadın zorla siyasetiga qarata birleşme inkas qaytarishni chaqiriq qildi. Amerika 7 devlet guruhi yığınının bu meseleni kun tartibga elib kelishini talab qildi va chaqiriq qildi. Masalan, Cungo'ga taqabul turish siyosatini yoki shu mazmunni bu qatim 7 davlat guruhi muhokama qilib tartibga elib kelishdi. Kun tartibga, yig'indan kun tartibiga elib kelishini chaqiriq qildi. Washington 5. ayda o'tkaziladigan 7 davlat yuqori darajaliklar yig'inidan burun bu yıllık sahibxon devlet Yaponiya bilan yig'inning mazmunini birlikte bekitdi. Demek Washington, Tokyo birleşip bu yıl ochiladigan 7 devlet taraqqiy topgan 7 devlet guruhining yig'ini nimalarga qaraymiz, nimalarni muhokama qilamiz, qanday siyosat belgilaymiz. Cungo'ga taqabul turish. Yig'inning mazmunini bekitdi. O'xshashli bir vaqtda Amerika davlat ishida aloqador tadbirlarni ilgari surdi.
Amerika Devlet Meclisi 2. ayda iki partiya a'zolari, Devlet Meclisi'deki iki partiya a'zolari prezidentga huquq berish qonun loyihasi o'tirib qo'yib, Cumhuriyet Kompartiyasining iqtisodiy zo'rlash siyosatiga qarshi qo'llanishga ko'p xil tadbir o'tirib qo'ydi. Prezident Joe Biden hükümeti bu qonun loyihasini qo'llagan edi. Bu qonun loyihasida Cumhuriyet tovar mallarga boshqa ishni o'ylashgandan boshqa bu qonun loyihasida iqtisod zo'rlashga uchragan yoki iqtisodiy jihatda zo'rlashga uchragan davlatlarga Amerikaning moliya yordam berish talab qilindi. İqtisodiy jihatda zo'rlashga uchragan deganda Beijingning zo'rlashiga uchragan davlatlarga iqtisodiy jihat yoki moliya jihatda Amerikaning yordam berishi talab qilingan edi bu qonunda, 2. aydagi ma'qullangan qonunda. Bir türlük taklifga asoslanganda Amerika Cumhuriyet'nin iqtisodiy zo'rlashiga uchragan davlatlarning tamojna bejini qisqartdi. Bu meselede Washington delhazır Avrupa İttifaqı, Yaponiya qatarlıq şerikleri bilen birlik sep tüzüp boldu. Yoki birlik sep münasebeti o'rnatdi. Cumhuriyet Kompartiyasi barg'ansari Cumhuriyet'nin iqtisodiy kuchidan foydalanib, tashqi munosabatlar va o'zining maqsadiga, tashqi munosabatlarda o'zining maqsadiga yetmoqchi bo'ldi. Kechiringlar. Avustraliya COVID-19'dan manbini mustaqil tekshirishga o'tgandan keyin Cumhuriyet Kompartiyasi Avustraliya mal tovarları, mesela kömür, üzüm harığı, buğday, tamojna beci, şu mahsulatlardan Avustralya'nın tamojna beci elişini yukarı götürdü. Litva Cumhuriyeti Tayvan bilen münasebetini çuңqurlaştırgandan keyin Cumhuriyet Litva'nın Cumhuriyet'e mal tovar eksport qilishini chekledi yoki Cumhuriyet o'zi Litva'dan mal eksport qilishni chekledi. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Cumhuriyet boshqa davlatlarga iqtisodiy besim ishlatib, Dünya Savdo Tashkilotining prinsiplari xiloflik qildi. Cumhuriyet Kompartiyasi Cumhuriyetning kishilik huquq xotirasini tanqid qilgan davlatlardan o'ch oldi. Shu davlatlarning Cumhuriyetdagi shirkatlarini taqadi. Chunki bu davlatlarning ichida nurg'unlagan davlatlar iqtisodiy jihatda Cumhuriyetga tayinib qolgan edi. Endi deyli, Yaponiya sohibxonligida ichiladigan taraqqiy topgan 7 davlat yig'ini her yılda bir mesele qarab kelyapti. Shunaqmi vatandaşlar? O'tgan yili, oldingi yili albatta Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasi ko'ngil bo'ldi. Endi bu yil aytsak, hozir maxsus iqtisod masalasiga qaraydigan o'xshaydi. Iqtisod masalasida masalan Cumhuriyetning bir yo'l, bir bilvoq iqtisodiy siyosatning zo'rlashiga, qarz berish bilan iqtisodiy jihatda zo'rlashga, qarz berish bilan boshqa davlatlarning zaminini kesib olishga, o'z territoriyasi qo'shib olishga qarshi turadigan, balki shu yo'ldagi Cumhuriyet zada qaysi davlatga iqtisodiy jihatda besim va zo'rlash yurgizgan bo'lsa, onunğa qarshi turishni maqsad qilgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatim 7 davlatga murojaat qilib, bir siyosat belgilash. Agar bu qatim 5. ayda 7 davlat guruhi dunyodagi taraqqiy qilgan davlatlar Cumhuriyet iqtisodiy jihatda bir besim, belki bu besim qaysi darajada bo'ladi, buni 7 davlat guruhi o'zi biladi. Oldimizda ko'ramiz. Agar shundoq keladigan bo'lsak, boshda aytdik vatandaşlar, ko'rik ostida uxlayotgan Cumhuriyet fuqarolaridan beshivan haq oladigan Cumhuriyet Kompartiyasining iqtisodi bundan keyin nimaga duch keladi va hala qandaq bo'ladi bu iqtisodning degan savolni qo'yamiz. Boshda aytgandek, bu yerdagi ko'rsatgich yoki belgilik bir ish nima bo'ldi desangiz,
iqtisod xaroblashdi, iqtisod chekindi deb keldik. Chet el şirketleri kirdi, chiqetdi deb keldik. Bu yerda endi rol o'ynaydigan emas, balki ko'rsatko'ch bir ish. Tayvanning savdogarlari Jungodan chekinib chiqdi degan ish Jungo iqtisodining navbatdagi umumiy ahvolini aks ettirib beradigan bir harakatdir vatandosh.